Kunlardan bir kun Google Portugaliya deb yozishdan charchagan qo'rg'oy Minecraft o'ynagisi kelib qoldi. Ammo uning kompyuteri yo'q edi. Telefondagi Minecraft esa Hammaga salom bo'lsin, sizlar bilan yana men bu modimiz bolalar GTR, ya'ni juda ham ajoyib bo'lgan mashina modini qo'shib beradi va bu mod menga juda ham yoqadi bolalar. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana. What? Yo bola hozir eksperiment qilamiz. Bu mashinaga jitel o'tkazsalar qanaqadir g'alatiroq haydirkan bo'ldi. Тогда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Эй, эй, как Yo, bu mod bilan sizlar bolalar ikkinchi jahon urushini yana qilsanglar bo'ladi. Men pillaga razlicha buni g'alatiroq olgan, ya'ni jitel o'xshagan ekan. Keyin bu samolyot Xullas, endi mana jitellarni birga urushtirib ko'ramiz. Nima bu bir-birini otmayapti? Hop. Yo, jitel bitirib o'ldirib qo'yibman. Pillaga vash kuchli ekan, bolalar. Yonmayo. Yo, bola hozir g'alatiroq narsa sezib qoldim. Bu oqroq golem, bu qoraroq golem. Bu golem zagarogami quyoshda. Xullas, Yo, bu mod bilan sizlar uzoqlarni bemalol yaqin qilsanglar bo'ladi. Bu samolyotlar juda ham zo'r. Do'stlar, men videoni stop qilishimdan maqsad, menimcha sizlarni ham miyadan qiynayotgan savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu moddan biz qayerdan ketib qolamiz deysizlarmi? Unda hozir men sizlarga qanday qilib ketib qolish hammasini birma-bir o'rgatib chiqaman. Uning uchun Telegramga kirib, kuchukcha Raizo Craft deb yozsanglar, birinchidan meni kanalim chiqadi. Mana Raizojon channel degan kanal meniki bo'ladi, bolalar. Va shu yoqqa men hamma top 5 ta modlarni hammasini shu yoqqa tashlab qo'yaman. Qanaqa biz videoga ketdi, bolalar. Samolyotlar va bularni men o'zim ham sizlarga tavsiya qilib qolaman. Shaxsan o'zim bu moddan foydalanmasam ham, lekin bu modlarning hammasi menimcha zo'r. Mana qilib bemalol mazza qilib uchirsangiz bo'ladi, do'stinglar bilan mazza qilib o'ynasangiz bo'ladi va buni eng qizig'i tepingiz telefonda ham o'ynasangiz bo'ladi bu modni, bolalar. Bu mod bilan sizlar bolalar Minecraft'larni yanada chiroyli ovozda qo'shib bera oladi va bu har xil juda ham chiroyli ovozda qo'shib beradi. Ya'ni mana bunaqa bloklarni sindirgan bo'ladi. Odatdagi g'alati ovozda emas, ya'ni chiroyli ovozdan qo'shib beradi. Oddiy Minecraftga ko'ra mana shu ovozlar menimcha yaxshi deb o'ylayman, lekin ayrim bir bloklarni sindirsanglar, u boshqacha ovoz, ya'ni o'zini eski Minecraftdagi ovozini bunaqa chiqarar ekan. Mana har qanday bir hayvonlarni ursanglar ham ovoz vash chiqib baland chiqar ekan. Xullas, bu ancha g'alatiroq. Men golem urib ko'ramiz hozir. Jitel ovozi o'sha. Mana golem menimcha ovoz boshqacha, yoki o'zi shuni ham bilmadim. Men golemni ko'p urib ko'rmaganman va bu mod menimcha yaxshi deb o'ylayman. Mazza qilgandan golni urilsa bo'ladi. Lekin mana bunaqa katta ovoz o'zgarmagan. Mana bunaqa mazza qilib bemalol ovoz ishlatsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r mod. Oddiy daraxt ovozdan ko'ra boshqacha, ya'ni boshqacha ovoz chiqadi, lekin Yo, bo'ldi. Birinchi modga shunaqangi mod topdimki, bu har xil hayvonlar modi va bu moddan yaxshilab qarab chiqsanglar, hattoki o'zingizning do'stinglarni ham topishingiz mumkin. Va mana hayvonlarni o'zingizlar ko'rib chiqishingiz mumkin. Va kommentariyaga qaysi biri sizlarning do'stinglarga yozib ketinglar. Mana bunaqa turli xil, har xil xunuk hayvonlar bor. Bu emas, Instagramga chiqib, sevgidan ayrilgan timsohman deb chiqib keladigan bolalarmi? Mana Instagramda mashhur bo'lgan trendga chiqqan hayvonlar ham bor ekan, do'stlar. Yonma-yo, mana bu meni aniq do'stim bu. Yana bilmadim. Yana bu yerda har xil do'stlar bor. Yo'lbars ham bor ekan, do'stlar. Cho'tki bu, ha. Ashyo mazza qilsanglar bo'ladi. Bu modda menimcha do'stlar.
kapibara. Capibara, 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 capibara. Va yana videoni davom ettiramiz do'stlar. Maymun nega chiradi? Qanaqa maymun? Yonmay yo. Bashara nima qilgan? Bu bashara yemabdi-ku bashara. Xullas, kaltakasak. Korotchi buni laqabi bugundan boshlab sevgidan kuygan kaltakasak. Ya, bosh yashil ekanmi? Yonmay yo. Bola, mana men izlayotgan narsa va nihoyat do'stlar. Mana buni qaranglar. Qanchalar biz o'xshashmiz, kommentariyaga o'zingizlar fikrlarni yozib kettiringlar. Biz qanchalik o'xshashmiz do'stlar. Qaranglar bu gorilla qanchalik menga juda ham o'xshaydi-ya do'stlar. Qaranglar. Kommentariyaga o'zingizlar fikrlarni yozib kettinglar. Qanchalik biz umuman o'xshashmizmi? O'zingizlar fikrlarni kommentariyaga yozib kettinglar, bolalar. Mana buni qaranglar. Timsoh go'limni o'ldirish yetarli g'ajib tashyapti, lekin go'lim nima farqi yo'q? Xayr maktabim. Vashshe go'lim akaga umuman farqi yo'q ekan-ku. O'ldirib o'zini jitalarini g'ajib tashyapti, go'limga vapsh farqi yo'q, yo'mmay yo. Mana qaranglar, mana yo'lbars anaqaga tegmaydi-yu, go'limga, lekin jitilga tegadi mana. Qaranglar, yo'mmay yo. Ko'zini o'ldirib g'ajib tashyapti, go'limni o'ldirib g'ajib tashyapti. Go'limga umuman farqi yo'q. Yo, vashshe-ku.